Hörmətli Şərq Türkistanlı qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısı görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Төәндә təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistanda Xitay yürgüzüyotqan irqiy qırğınçılıq texmo vəhşi yoşurun davamlaşmaqda ekan. Spektator xəbər to'lining 16 aprel kunidagi xabarda aytilishicha, oshkorlangan yangi faktlar Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda ziyonkashlikni to'xtatish uyoqda tursin, balki uni yoshirishda texmo moyillashib ketganligini ko'rsatmoqda. Sharq Turkistondan qochib chiqqan sobiq soqchi xodimi Jang Yabo qiyin qistoqqa to'lgan turmalarda ko'rganlari haqida guvohlik bergan. Jang Xitoyning bostirish mashinasi haqida oz uchraydigan uchurlarni berib, 2021 yildan 2025 yilgacha atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq partikomining sekretari Ma Xingyuining davrida irqiy qirg'inchilik jinoyatining mas'uliyatidan qochish maqsadida hammaga ma'lum bo'lgan keng ko'lamda turkumlab lagerlarga sulash usulining o'rniga maxfiy holda majburlash usulining egallaganligini oshkorlagan. Jang Germaniyalik antropolog Adrian Zeynisqa o'zi turishliq Xotanning ma'lum bir yezisida 2023 yili rasmiy turmalarga ayrim yo'tkalganlarning sirtida quramga yetgan nupusning taxminan 25%ni qayta tarbiyalash lagerlariga so'lganligini aytgan. Adrian Zeynisning aytishicha, bu harakatni tashqi dunyodan yoshirish uchun doiralar barliq yerlik bexatarlik kuchlariga qayta tarbiyalash lagerlariga aloqador har bir hujjatni yo'qotish haqida qattiq buyruq tushirgan. Bu to'lqin alohida holda yuqum cheklamasiga qarshi keng ko'lamli norozilik namoyishlaridan keyin tutib ketilgan yosh uyg'urlarni nishonlagan. To'limi echinishliq ahvol. Zeynis turkumlar lagerlarga sulash davrida shakllangan cho'nqur vahimani davomlashtirish uchun Mashinri ma'muriyati oldini olish xarakterlik navbat bilan qisqa muddatli tutib turish taktikasini qo'llanib, doimiy bo'ysundirishga kafolatlik qildi. Qamoq muddatini qisqa, ammo sistemlik tutish orqali davlat bir tarafdan hamma yerni qo'rqinch qoplashni kafolatlantirib, yana bir tarafdan tashqi jihatdan qaraganda hamma ish normaldek kayfiyat paydo qilgan. Bu programmalar amaliyotda davlatning majburiy emgak silish va nupus qurilmasini o'zgartirish qurilishining g'oyat zo'r mexanizmi sifatida harakat qiladi. Mashurining qo'l ostida emgak kuchi yo'tkash son jihatdan zo'r darajada oshgan. U jiddiy safarbarlik qilish bosqichidan o'tib, normallashgan va qechib qutulg'ili bo'lmaydigan davlat tarafidan belgilangan majburiy ishga o'rinlashtirish holatiga kelgan dedi. Bu xil majburiy emgak programmalari Xitoyga pul tepish fursati yaratgan. 2021 yildan 2025 yilgacha bo'lgan aralıqda Amerika, Yevropa İttifaqı, Kanada va Angliyaga qilingan eksport 465% oshgan. Tanqidchilarning qarashicha, buning bir qismi Beyjingning nupus qurilmasini o'zgartirish siyosatini yer shariy ta'minlash zanjiriga singdirib o'tganligidan bo'lgan. Xitoyga qarshi Parlamentlar ittifoqining a'zosi Silyandan Kansimit biz ko'p yillardan buyon Uyg'urlarga qilinayotgan vahshiyona ziyonkashliklar to'xtadi deb ishonishga majburlangan edik. Bu kuchlik va oz uchraydigan guvohlik bayonotlari uning razil ko'zbo'yamchilik ekanligini oshkorladi. Ziyonkashlik to'xtab qolgani yo'q, balki texmo keng ko'lamli tus olgan. Xitoy Kompartiyasi uni yoshirishda texmo murakkab usullarni qo'llanadigan bo'ldi. Biz bu xil inson qalbidan chiqqan savdodan manfaatlanishga o'zimizni qat'iy yo'l qo'ymasligimiz lozim dedi. Şərq Türkistan Sürgündü hökumətinin Cumhur Rəisi Doktor Məmtimin Əli Əfəndining 17 aprel günüdəki Twitter yollanmasida Germaniyaga qaçıb çıxan sabiq Xitoy soqchisi Jang Yabo Xitoy Kompartiyasi Şərq Türkistanda qurgan jazo lagerlari haqidagi qo'rqinchli haqiqatlarni oshkorladi. U bergan guvohligida sirtda harakat qilish, qisqa uchur yo'llashlik bahona bilan har qanday Uyg'urning tutqun qilinish ehtimolini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining rəhimsiz, ahmoqona ekanligini, ya'ni butun bir millatga qarshi xohlagancha sistemlik turda elib berilayotgan terrorlikning yo'qotishni maqsad qilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Mashinri rahbarligida irqiy qirg'inchilik texmo yoshirin ahvolda elib berilayotgan bo'lsa-mu, vahshiyligida o'zgarish bo'lmadi va davomli elib berilmoqda. Beyjing dunyoning irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini bilsa-mu, sistemlik va keng ko'lamli dalillarni o'chirib Jinoyatlar ig'ir bo'lgan sari Xitoy dalillarni yo'qotishga shuncha qat'iy. Xitoy mustamlakachilik hokimiyati millatlararo to'y qilishni faol ilgari surdi va Uyg'urlarni iqtisodiy jihatdan jalb qilib, ularni biologik va kultural assimilyatsiya qilishga urinadi. Bu tarix emas, Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik davomlashyotdi. Ilgariga qaraganda texmo qorong'u, texmo yoshirin va texmo natijalik. Dunyo buningdan to'liq xabardor, ammo hech nima qilmadi. Xitoymo buningdan to'liq xabardor.
Şuna cazasızlık onunğa vəhşilik fürsəti yaratıb berdi, dedi. Sunniy aql Amerika-Xitoy raqabatining markazida o'rin olgan. Xitoyga qarshi tanlangan komitetning 16 aprel kunidagi xabarida aytilishicha, Xitoyga qarshi tanlangan komitet Xitoyning yerim o'tkazgich ishlab chiqarish va sunniy aql taraqqiyotini ilgari surish uchun qonunliq va qonunsiz yo'llarni qanday qo'llanganligini tafsiliy tushuntirgan bir tekshirish dokladini e'lon qilgan. Tekshirish dokladida sunniy aql Amerika-Xitoy raqobatining markazida o'rin olgan. Har ikkala davlat sunniy aqlda rahbarlikni davlat bexatarligida tunji muhim o'ringa qo'ygan. Dokladda Beijing faqat raqobat kuchiga ega qo'llanishchan programmalarni emas, balki butun sunniy aqlni kontrol qilishni xohlaydi deyilgan. Beijing o'zining armiyasini kuchaytirish, chet el bisimiga qarshi turish va kelgusidagi iqtisodiy va harbiy kuchining asosi bo'lgan texnikalarni partiya davlat kontrolligi ostida saqlash uchun bu avtonomiyani yo'lga qo'yib tekshirish orqali Xitoyning barliq cheklimlarga qaramay chip yasash uskunalarining eng chong bozoriga aylanib qolganligini, qonunga uyg'un g'oyat zo'r darajadagi taraqqiy qilgan sunniy aql chiplarini ta'minlaganligini, cheklik sunniy aql chiplarini qo'lga keltirish uchun kuchlik atkazchilik tor yo'llarini qo'llanganligini, Amerika sunniy aql taraqqiy qildiruvchilaridan sanoat ko'lamidagi aldamchilik orqali eng yuqori qobiliyatlarni so'mirganligini bayqagan. Amerika Iranning neftini setib olganlarga jazo yurgizganligini aytgan. Reuters agentligining 16 aprel kunidagi xabariga qaraganda, çarşamba kuni Amerika İran neftini setib olguvchilarni jazolaydiganlik tahdidini o'ttirg'a qo'ygan va Washington Ironga qarata dengiz to'saqlarini ijro qilayotgan bir paytda Xitoyning bu xil setib olishlarni to'xtatganligiga ishonganligini bildirgan. Amerika Moliya ministri Scott Bessent Oqsaroyda muxbirlarga qilgan so'zida, biz munosabatli davlatlarga agar sizlar Iran neftini setib olsanglar yoki bank hisobotinglarda Iranning puli bo'lsa, biz hozir qo'shimcha jazo yurgizishga tayyor ekanligimizni uqtiramiz degan. Amerikaning Ironga qaratgan dengiz to'saqlari dushanba kuni 7-haftasiga qadam qo'ygan bo'lib, Xitoy ilgari Iran eksport qilgan neftning 80%dan ko'pragini setib oladi ekan. Biz bu qitimliq to'saq bilan Xitoyning setib olish harakatida bir to'xtash bo'lganligiga ishonamiz degan va Amerika Moliya ministrligining Xitoyning ikki bankasiga xat yozib, tekshirish orqali Iranning puli eqiyotganligini isbotlay olsa, qo'shimcha jazo yurgizishga tayyor ekanligini uqtirganligini aytgan. Amerika Moliya ministrligi yana Iranning neft to'shish ul aslahalarini nishonlab, çarşamba kuni 20 dan ortiq shaxs, shirkat va paraxodga jazo yurgizgan. Washingtonning dengizdagi Iran neftiga qaratgan 30 kunlik jazodan mustasno qilish buyruqini e'lon qilgandan keyin bu qaror qilingan. Bessent o'tgan oyda bu ruxsatning urush sababidan kelib chiqqan yer shariy energiya ta'minoti besimini aniqlatish uchun taxminan 140 million ton neftning dunyo bozoriga kirishiga yo'l qo'yganligini aytgan ekan. Bessent çarşamba kuni 20 mart e'lon qilingan va 19 aprel muddati to'shilgan bu ruxsatning yangilanmaydiganligini muayyanlashtirgan. Amerika yana Rossiyaning dengizdagi neftiga qaratgan o'tgan shanba kuni muddati to'shgan jazodan mustasno qilish ruxsatini yangilamagan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Amerika Moliya ministrligi yana Xitoy, Hong Kong, Arab Birlashma Xalifaligi va Omonga xat tavatib, Iranning qonunsiz faoliyatlariga yo'l qo'ygan banklarning Amerikaning jazolash tadbirlariga duch kelganligini ogohlantirgan. Tarixdan bir qissa. Moğol imperiyasining lashkarbashi Xulaku Bag'dodni besib oldi va shaharni keng ko'lamli qatlam qilishga boshladi. Ba'zilar bu qatlamda o'ldirilganlarning soni 200 ming desa, yana ba'zilar 400 ming deyishadi. Bag'dod shahrining qadimiy masjidlari, kutubxonalari va qasrlarini vayron qildi. Bu zolim Bag'dodni to'liq ishg'ol qilib bo'lgandan keyin o'zining Bag'doddagi eng katta olim bilan ko'rishkisi borligini aytib, xabarchini avatdi. Olimlardan birasi Xulagu bilan ko'rishga berishni xohlamaydi. Nihoyat Gadhan ismli texi soqolmi chiqmagan, yoshlar madrasasining o'qituvchisi bo'lgan bir yosh yigit Xulagu bilan ko'rishga berishga qo'shildi. Gadhan Xulagu bilan ko'rishga manganda birdan to'ga, o'chka va to'xini billa elib oldi. Yosh olim Xulaguning bargohiga keldi va uning bilan ko'rishdi. Xulaku uni masxara qilgan holda, "Mening oldimga chiqish uchun ular sendan boshqa birsini topolmadimi?" dedi. Yosh olim uningga javoban, "Mendan cho'ngroq biri bilan ko'rishishni xohlasang, teshida bir to'gi bor. Agar soqolliq biri bilan ko'rishishni xohlasang,
beshida bir o'chki bor. Agar ovozi meningdimi ustun biri bilan ko'rishni xohlasang, beshida bir to'qi bor. Xoliganingni chaqir. Xulaku o'z qarshisidagi odamning bo'sh odam emas ekanligini bildi va savolni boshladi. Mening shahringlarni besib olish uchun kelganligimning sababi nima? Yosh olim uningga, sening bu shaharni besib olishingning sababi bizning gunohlarimiz, amallarimiz va Allohning bizga bergan ne'matlarini qadrlamaganligimiz. Gunohi maysatga cho'kib, qalblarimizning mol-dunyo va shahvatlarga berilib ketishidir. Allah bizga bergan ne'matlarini tortib olish uchun seni bizga azob qilib avatdi, deb javob berdi. Yosh olimning bu javobidan keyin Xulaku uningdan undaqda meni bu yerdan kim ketkizib o'talaydi deb so'radi. Yosh olim biz ne'matning qadrini bilib Allohga loyiqida shukr qilgan, o'zaro bo'layotgan ixtiloflardan yiroq turgan vaqtimizda sen bu yerda turishga qodir bo'la olaysan deb javob bergan. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.